رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli qarindoshlar bizning bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni güzel ulga, güzel namuna, güzel örnek oluş haqida. Bugungi suhbatimizni Sura Ahzobning 21 oyat bilan boshlaymiz. Estaizu billah. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Güzel örnek İslamның büyük ahlaklarından, İslamның asasi nişanlarından ve İslam'nınki terbiyeleş asasi prensiplerinden birisi. Biz bugünkü sohbetimiz arqılıq Resulullah'ın güzel örneklik taraflarını, güzel ülgülük taraflarını hayatımızda qana tatbiqlaymiz. Özümüz bizden başqalarga qanaq şekilde yaxşı ülgü bulalaymiz bu haqda sözleymiz. Aldı bilen Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki hayatı ve biz əgişki tigişlik ülgülük tarafları haqqida azraq to'xtalsak, ölüm ala sünnet degan uqumni. Bizda sünnet fiqh babidagi vacibdan tuvan amallar deb tushunilib qolgan ahvollar bor. Ammo sünnet uningdan keng doirani o'z ichiga oladi. Ya'ni Rasululloh hayatida tatbiq qilgan islomning amaliy shaklining hammasi Rasulullahning sünneti hisoblanadi. Shuningdek Rasulullahning mening sünnetimdan yüz o'rgan odam mendan emas degan hadisi Rasulullahning hayoti islomning yorqin amaliy jonliq ko'rinishi o'g'achqa buningdan yüz o'rish islom bilan yüz o'rganga o'xshash. Shuningdek Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sura Hashrning 7 oyatida "Va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasululloh epkelgan bütün ta'limot, din prinsiplari, buyruqlarning hammasini ching tutib shunga agishinglar va ma nahakum anhu fantahu. Sizlarni cheklagan to'sqonlardan yananglar. Ya'ni Rasululloh dersimizning 5'ida, sohbetimizning 5'ida o'qigan oyatda deyilgandek biz uchun en güzel şekildeki örnek Allah ve ahiret günüsünde yaxşılık irade kılgan Allah'a güzel şekilde uçuruşunu irade kılgan her kandak Adem Resulullah'a egetse hayatıga Resulullah'ını örnek kılsa Resulullah'ın köstüp vergen ülgülerini özünün hayatıda tatbiq kılsa özünün maqsadiga yeterleydi. Endi biz gapning o'ziga kelsak sünnet degan uqum yani qayta tekrar eskartib qo'yay fiqh babidagi farzdan vojibdan tuvan bo'lgan darajalik amallarning ismi bo'lgan sunnat emas, balki Rasulullohning islomning amaliy tatbiqoti bo'lgan hayot ko'rinishi bizga nisbatan sunnat bo'ladi. Bu sunnat ulamolarningki bergan ta'bir bo'yicha aytgan vaqtda Rasulullohning hayoti degan so'zlari, musulmonlarga degan so'zlari, qilgan ish harakatlari ve başkalarının kılgan iş hareketleri karta bildirgen ifadeleri meyli koşulsun, koşulmagan şekilde. Koşulsa şu işinin doğruluğu oturga çıkadı, koşulmasa o işinin İslam'da çekilengen işgalliği oturga çıkadı. İkrarı yani Resulullah'ın ki koşulgan ifadesi, yani bildirgen ifadesi. Onun için Resulullah üzüde şekillendirgen bir xil süpetle. Resulullah'ın ahlak, micazi, bunların hemmesi Resulullah'ın sünneti deb bizge ulamalar tarafından tunuşturulgan. Sünnet degen bu asli. Sünnet degen bu. Yani Resulullah sahabelerle yaşadı. Sahabelerge qanday muamele kıldı. Ayalıga qanday muamele kıldı. Ballarını qanday terbiyeledi. Qiyin kunlarda
qandaq maydonda turdi? Oson, qulay, farog'at kunlarda qanday yashadi? Janglarda qanday? Tinch vaqtlarda qandaqdi? Boshqalarga bir narsa bersa qanday shaklda beradi? Bermasa qanday shaklda beradi? Ochiqlangan vaqti, rozi bo'lgan vaqti, oilasi, ayollari, sahobalari, qo'lim qo'shlari, mush umumiy holatlarning hammasi bizga nisbatan sunnat hisoblanadi. Rasulullohning bizga qoldirib ketgan ulgisi, namunalik ish faoliyatlari hisoblanadi. Qur'oni Karim degandek, "Va ma atakumur rasul fakhuzuhu" ki biz buni o'zimizning hayot tatbiqlash majburiyatida biz "Va ma nahakum anhu fantahu" ki Rasululloh cheklagan har bir ishlarni o'zimizning qo'lni yig'ishga biz ya'ni bizning ustimizda bu bor. Ya'ni Rasululloh bir so'z so'zladi. Bir ishni to'sdi. Onun qarshisida bir ish qilib buyurdi. Mushuni to'sqindan cheklanishimiz, buyrug'ini qana qilishimiz kerak, ijro qilishimiz kerak. Agar bu ishlar Rasulullohning so'zi orqali o'tirib qo'yilgan bo'lsa, bu Rasulullohningki qana sunnati, söz sunnati, ya'ni söz orqali bizga qoldirib ketgan sunnati hisoblanadi. Rasululloh masalan boshqalar bilan kurashgan vaqtida boshqalar qo'lini tortmag'ucha qo'lni qana qilmaydi, tortmaydi. Ramazon kelsa eng sixiy, eng mard manda bo'lib ketadi. Buning hammasi Rasulullohning amali bizga qoldirib ketgan nimasi? Sunnati. Rasulullohning oldida birisi bir gapni qildi. Rasululloh jim turdi. Jim turganning o'zi shu odamning gapini tasdiqlagan bo'ladi, bu sunnat bo'ladi. Agar to'g'ri bo'lsa Rasululloh jim turmaydi. Sahobalardan birisi vafot topdi. Ismi Abu Saibdi. Rasululloh bu sahobaning uyiga kirgan vaqtda ayoli perdining keynidan munda bir gapni qilgan. Ey Abu Saib, Allohning rahmati sana bo'lsin. Men sana guvohlik berman, Alloh seni hurmatla qil dedi. Rasululloh buni anglagandan keyin jim turmadi, to'g'ri olmaz jim turdi. Lekin Rasululloh nima dedi shu vaqtda? Allohning uni hurmatlab, uni jannatga, Allohning hurmatlash degan gap jannat kirgizish degan gap. Ya'ni bu sen nereden bilirsin bunu? Kim dedi sana bunu? Men chaqamda payg'ambar turib nim bo'lishimni men bilmayman. Sen bunun bu şekilde kıyametki yoki oxiratda nim bo'ldiganligiga hukm qilib o'tishni nereden topding? Rasululloh demak mi ya da onun gapi to'g'ri bo'lmaganligi uchun uni inkor qildi. Eng musibatli kunlardi bu. Shunga Rasulullohning bir gapga jim tug'ini Rasulullohning shu gapni tasdiqlagan bo'ldi. O bir sünnet hisoblanadi. İnkar qilgani bir sünnet hisoblanadi. O gapning xatoligi bizga nisbatan bir prinsip shaklda o'rtaga qo'yiladi. Qanaqdir Rasulullahning kelgan misolimizdan elinadigan bir ifoda Alloh qo'ygan bandichilik axloqining birisi kelgusiga kesin hukm qilmaslik. Kesibla hukm qilish bu Alloh qo'ygan adab. Alloh bilan bo'lgan o'tirimizdagi adabga ta'sir etkazadigan o'qib. Biz ifodalarda Allohdan mashtavolashni umid qilaman. Allah bunda qilay, anda qilib bergay degan dua shaklida, umid shaklida deyishmi keskin kesib mandalan bo'ladi, anda bo'ladi u jannati, bu do'zaxi, bu bandichilik axloqiga to'g'ri emas. Ya'ni biz demoqchi o'g'rimiz shuki, Rasulullohning so'zimi bizga nisbatan sunnat, ya'ni agishga tegishlik. Qur'oni Karim bizga va lakum fi rasulillah uswatun hasana, payg'ambar sizlarga nisbatan buyuk bir ulga, hayat mayakınlar o, şunu qarab mangsizlar, şunu qarab agishsizlar, hayotingni şunu qarab qurib chiqsizlar degan shakl Rasulullohning so'zlarida aks etadigan bo'ldi. Buni biz sunna qavliya deymiz, arabchada, ya'ni so'z bilan ifodalangan sunnat. Rasulullohning amaliy hayoti real, ya'ni amaliy sunnat bo'lgan bo'ldi. Rasulullohning ishlarga tutgan pozitsiyasi hatto sukut qilgani yoki inkas bildirgani, buning hammasi sunnat bo'ldi. Masalan, Rasululloh uyinatdi, qo'l alish purishatdi boshqalar bilan, tabassum qiladi. So'ringa kelib, Rasulullohning so'riniga kelib, Muhammad degan qaysinglar deb so'raydigan darajada edi. Masalan, Rasulullohning hayotini bir-birlab misol etish to'g'ri kelib qolsa, shunchalik farqsizdi. Demek Resulullah'ın o yerde məxsus alayda oturduğun bir orun yok. Ayrılgan bir alayda belgesi yok mesela.
Bir rivayette Resulullah mana dal tapdım mana men. Endi bir rivayette sahabenin birisi Resulullah kösüp qo'ygan ahvoli bor. Bu derecede Resulullah saatlab so'zlaydi. Ayrı mahsus etilgan o'rindiq ustallar yo'q Resulullah'ның sahabalardan farqli şekilde. Resulullah seferde bir qo'yni pishirib yemekçi oldu sahabalar. Bir sahabe men bo'g'izlay dedi. Yana bir sahabe men suyab go'shtini bir taraf qilay dedi. Yana bir sahabe men pishiray dedi. Resulullah nima dedi? Men o'tini yig'ib kelay dedi. Yani Resulullah'ның şu derecedeki o'rni sahabalarning orasidagi meyli siyosiy va boshqa iqtisodiy jihatdagi, diniy jihatdagi, shu vaqtdagi darajasiga qarata Resulullah'ның og'zidan chiqqan ma gap aqlga sig'maydi. Resulullah dediki, ya Resulullah biz bo'lgan ekan bo'ldi emasmi? Bilmasizmi baliqingni? Allah bendining hamrohlaridan alohida shaklda bo'lib olishni yomon ko'radi Resulullah shu vaqtda. Bu Resulullah'ның amaliy hayotidagi bizga ulgu olgan taraflari. Resulullah bir safar ditdi. 1000 sahabe bilan 300 ga yaqin tuguva. Resulullah şu bir jangga mangan vaqti, şu qo'shinning qo'mondoni, payg'ambar, Allohning elchisi, insonlarning eng yuksak darajadagi yetakchisi hisobda. Resulullah 3 odam birdan tuguga navbat ilishib minsin dedi. Depilib, men Ali, Abu Lubaba bir tuguga minimiz dedi. Bu şekilde ayrıda, yani o'zi bir qo'shinning eng qo'mondoni, yetakchisi turib, oddiy askar bilan o'xshash bir maqomda qo'ydi. Resulullah tuguga minib bu ishga bilan mangdi. Resulullah yagitchib minib ular minadigan vaqtda ular yolvadi. Ya Resulullah, sizlar o'tiravasizlar, biz mushta mangsa, sizlar minivasizlar degan vaqtda Resulullah mendimi sizlardek mang'uda kuch bor. Va Allohning ajriga erishish istiqi bor. Sizlar bu orqali Allohning ajriga erishmoqchi bo'lsanglar, menga lazım şu ajr. Bu kadar adillik ifadeler, adil mevqalar Resulullah'ның hayatida samanda ko'rmang. Demek Resulullah'nınki egizli degan so'zlari, amaliy hayotidagi qilgan ish izlari, boshqalarning qilgan etgan ishlariga degan gap so'zlarga bildirgan inkosi, tutgan pozitsiyasi Resulullah'ның sifatlari. Hammasi bizga nisbatan sunnat. Bu sunnat tekrar eskertip qo'yay, fiqhdagi darajani ifodalaydigan sunnat emas, balki dinning o'zi mushu. Yani mushu yo'l shu, biz mengishga buyurilgan, biz ergishib ketayotgan yo'l mushu shu. Biz Resulullah'a ergishadigan bir ümmet bo'lish sifatimiz bilan, bizga kelgan bir namuna ulgulu sifati bilan ummatning butun hissiyoti, ummat duch keladigan bütün xafalıqlar, musibatlar, qiyinchiliklarning hammasini Resulullah birdan tetigan, ko'rgan, duch kelgan. Nimishqa bizning namunimiz Resulullah, bizning ulgimiz. Biz hayotimizda ashu Resulullah mashta qilganti deb turib ishimizni davomlashtirish uchun Resulullah hammani beshini o'tkazgan. Allohning payg'ambari o'g'achqa xalqini qilib beratdi Alloh subhanahu va taolo. Ama kim biz bir bahana çıkıp qilishi mumkin bizga? O diyor Resulullah olgandan bunday qilgan. İşlar yani insonlik taqatidan xalqib ketmagan. Nurg'un mo'jizalar yuz bergan bo'lsa-mu, lekin ishlarning umumiy tartibida insonlik xarakteridan xalqib ketmagan ishlar. Resulullah inson tetiydigan, inson duch keladigan bütün qiyinchilikning ta'minini tetigan, bütün to'solg'ularning hammaga uchirgan, kambag'allikning ta'minini tetib boqqan, boylikning ta'minini tetib boqqan, kuchlilik, ojizlik holatlarga duch kelib boqqan. Buning hammani Resulullah beshidan o'tkazgan. Masalan, Resulullah Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Resulullah'ningki o'lim e'lonini e'lon qildi mushriklar, Qurayshlar. Resulullah'ның ölümü bedeliga 100 tugini mukofot qilib belgiladi. Endi 100 tuga, 100 degan son az anglanmasin. Agar bugungi kundagi pul sonida buni hisoblab berish to'g'ri kelib qolsa, shu bir tugini 10-15 ming atrofida hisoblasak bo'ladi. Endi qolgan zamon hisoblab olsanglar bo'ladi. Shu 100 tuga qancha pul bo'ldi hozir qilsa 1 million atrofidagi bir narsa edi. Resulullah'ның ölümüge, yani janiga bu kadar baho qo'yildi.
Resulullah'ның meyli tirik akasin, hayat akasin biriladigan bo'ldi bu mukofot. Mushu mukofot tamasida biraylan Resulullah'ның keyniga tushdi. Ismi Suraqa. Rasulullah qechyotdi, maholatni tasavvur qilinglar. Rasulullah qechyotdi. Hijrat qilish yo'lida boshqalar mukofot tamasida Resulullah'ның keynini qo'g'lab keldi. Rasulullah nima dedi uningga? Ey Suraqa. Rasulullah magabni davatgan vaqtda bir qechyotgan inson öldürüsü buludu. Kim öldürelse, yoki hayat yoki ölük holatda ekelerse yüzdüğü mukofot deyilgan inson turib Rasululloh degan gapga qaranglar. Ey Suraqa. Kisraning bilezikini kelgusida sana mukofot qilib bersam yoki sana mukofot qilib sen taqsang, nima deysan? Nimda buni keynimga kirib olsa? Sen kelgusida Kisraning bilezigi sinov olsin dedi. Men demoqchi o'g'lim nima o yani? Resulullah'ның şu kadar to'liq ishonchi bor. O'zining metniga saq salomat boradiganligi, davlatdan birini quradiganligi, qo'shin tashkillaydiganligi, dunyodagi eng buyuk Sharqdagi Persiya imperiyasi, G'arbdagi Rom imperiyasi bularni yengib ustidan g'olib bo'ladiganligi, Kisraning şu vaqtdagi eng qimmatlik zibuznat buyumlari olculub qildiganligi, bilezik Kisraning bilezik degan gap bugungi kunda dunyodagi eng qudratli deb qaralayotgan davlatlarning raislarining taqagan masalan soati bu degandek bir ifoda hozirgi vaqtda. Mushlarning hammasi Rasulullohning kallasida shunchalik ishonch bilan o'rnab ketgan bir ifoda. Rasululloh mashta ishonch birilgan, ya'ni Rasululloh mushning ko'zi ilgan. Unda o'g'aniga nima qildi u japalarni tatib Rasululloh yo'lda? O kadar to'saloqlar o'xshab nima qildi Rasululloh? Hammasi bizga nisbatan bir ulgu bo'lish uchun. Qiyinchiliklarni qanday yengishni bizga o'rgatish uchun, mushaqqatlarga qanday bardoshlik berishni bizga o'rgatish uchun, musibatlar ustidan qanday atlashni bizga o'rgatish uchun bo'layotgan ahvollar. Umar roziyallohu anhuning davrida Kisraning ashu g'animatlari, boyliqlari g'animat bo'lib kelgan vaqtda Umar roziyallohu anhu Suraqini deb Suraqini chaqirib kelib buningga Rasululloh va'da qilgandek ba'di birib qaranglarma Arabiy. Arabiy degan shu saraliq yezliq degandek ifoda. Ko'danglarma bu Kisraning qimmatlik naslini bu taqidi. Ya'ni Rasulullohning va'dasini amalga oshirdi shu vaqtida. Ya'ni Rasulullohning qalbiga bo'lgan ishonch, kelgusiga bo'lgan ishonch. Bugungi kunda musulmonlarda shunchalik bir ishonchsizlik avjab ketdiki, biz tugashdik. Biz qilolmaymiz hamda o dunyo bir yerga atrofdagi umumiy xabarlar, axborot, fikr hujumlari, axborot hujumlari bizni shu darajada tushiribdiki, endi islom dunyosi o'rnidan turolmaydi, musulmon endi o'rnidan turolmaydi. U taraqqiy qilib bir yerga ketdi, bizning oldimizda 50 yil oldimizda, 100 yil oldimizda bu bizni amaliy mag'lub bo'lishdan ilgari mag'lub qiladigan cho'ng omillarning birisi. Resulullah'ның bayatın biz aytgan hikoyasida, qissasida Resulullah'ның o'limi yoki tiriki ko'tirib kelinsa 100 taga mukofot va'da qilinib bo'lgan bir odam. İnsanlık nuqtasini aytgan vaqtda g'albi umidi 0. Ammo Alloh azza va jallaga bo'lgan ishonchisi tarab qolgan Resulullah'ningki. Bularning hammasi nima uchun yuz beradi? Bizga nisbatan ulgu bo'lish uchun. Biz bundan ulgu elishimiz kerakki, xuddi Rasululloh ashu mushaqqatlarning ustidan, ashu xafliqlarning ustidan, ashu to'siqlarning ustidan g'olib kelgandek biz ham g'olib kelishimiz kerak. Ya'ni Rasululloh hayotda bizga ulgu bo'lish uchun inson tetadigan bütün qiyinchiliklarning hammani tetigan Rasululloh. Ya'ni Rasululloh aytdiki, "Men odam" deydi. "Men odam" deydi Rasululloh. Yani adam deganlikni o'zi nima desa, biz tamamen egessak bo'ladi. Rasulullahning hayotida biz qilolmaydigan ishlar yo'q. Bu yerda shuni demoqchiki, biz Rasululloh bizga shunday bir ulgiki, biz qilolmaydigan ishlarni qilib ketgan emas, qilolmaydigan ishlarni qilib ketgan emas Rasululloh. Rasululloh hayotida o'rtaga olib chiqqan har bir ishni biz tirsak biz bugun qila olamiz. Allohning tevfiki bilan inşallah. Bunun hammasi Resulullah'ның bizga qoldirgan ulgusi. Resulullah'ның o'zining insonligi. Bütün insani xususiyatlarining hammasini o'zida mujassamlaganligi, garchi vahiy, malaikalarning yordami shuncha tayyor bo'lsa-mu, Rasululloh o'zining
insonlik xususiyatini alohida gavdalik shaklda saqlaganligi. Mayli jangda olsun, tinchlikda olsun, mutlaq qiyinchiliklarni atlab o'tishda olsun, bir mo'jizalarcha atlab o'tmay, insonlik xususiyatini saqlagan shaklda hal qilganligining o'zi dal Rasulullah'nınki bizga ulgu bo'lib, bizni shu ishlarni shu shaklda atlasin degan bir ko'rsatmaning ifodasi. İnsanlarning bir yetakchisi turib Rasululloh kullab och qolganligini o'zi rivoyat qilgan. Tirmizi Anas Malikdan rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh deydi-ki, men Alloh haqida shunchalik aziyatlarni berildim. Hech kim aziyat berilmasin. Yoki bunda aziyat hech kim chekmas. Men Alloh haqida shunchalik qo'rqaman. Hech kim bundan qo'rqmas. 3 kun oldu. Mening qusqum aç degandek bir xil ifodalar bilan o'zininki naqadar qiyinchiliklarning ustidan xalq kelganligini Rasululloh ifodalayotdi. Bir din uchun, bir millat uchun xizmat qilish birodarning davomli qusqu to'q kiyimi butun holatda xizmat qilib bo'lmaydi bir millatni o'rnidan qo'pirish uchun. Kesigizlab kirib qoqmaganda qusquning och qilishiga pisand qilmaganda bo'ladigan ishlar. Rahbarlar ana shunday bo'ladi. O'zining xalqining qusqu to'q, rahbarning qusqu ochiladi. Rahbar xalq uchun o'zini atagan rahbarlar. Xalqining kiyimi butun bo'lish uchun rahbar yamab kiydi. Bu Rasulullahning bizga qoldirgan ulgusi. Rasululloh shunchalik kambag'allikning dardini shunchalik tortdi. Boyliqni ko'rdi masalan. Shunchalik darajada boyliq ko'rdiki, kelgan biriga ko'dim ma bir jilg'i qo'y, ya'ni bir pata, bir tog' jilg'isidagi cho'ng bir ko'p sondagi qo'y patisi. Kimning bu? Sening. Qarishtirib, yomini zongli qiyotamlar. Yo'q, rasinin. Ashhadu annaka rasululloh. Men seni Allohning rasululloh amni qila quraman. Sen kambag'allikdan, faqirlikdan qo'rqmaydi ekansan. Qaranglar, qanday vaqtda inson kambag'allikdan o'zining qiyinchilikqa tushib qolishdan qo'rqmaydi desa, Allohga to'liq ishongan vaqtda bir yanjuqidagi pulga ishonganchilik Allohga ishonsa inson asla va asla kambag'allikdan qo'rqmaydi. O'zining yanjuqida to'm pul bo'lib qolsa, 1 yil, 2 yil, 3 yil ya 10 yil yashasam yetgudek pul bor deb xotirjam bo'ladi ya inson ma'lum darajada. Agar yanchuqdagi pulga chaqliq Allohga ishonsa inson o qadar xotirjam bo'ladi. Rasulullahninki u darajadagi mollarni, qo'ylarni boshqalarga bir vatanga qarab, sen Allohning rasuli ekansan. Chunki sen kambag'allikdan qo'rqmaydi ekansan. Kim muhtoj bo'lib qolishdan qo'rqmaydi ekansan. Chunki o'zining Robbining borlig'ini biladi. Rasululloh bayatni deganimizda kambag'allikning dardini shunchalik tortdi va shunchalik boyliqlarni ham ko'rdi, izzatni ko'rdi. Rasululloh Makkani fath qildi. Makka ahli Rasulullohga 20 yil dushmanlik qilgan. Rasululloh ashu Makkaga beshini tuvan silib, hatto tugisining egrining yog'ichig'i peshonasi tegib qolgudek darajada kamtarlik bilan Makkaga kirdi. G'albining ta'minini tetib ko'rdi. Xandakda intayin qiyin vaqtlarni beshidan o'tkazdi. Hatto shu vaqtdagi munofiq yoki iymoni ojiz kishilar dediki, "Ma adam" deydi. "Ma adam bizga Qaysarning, Kisroning davlatlarining fath qilishni va'da qilyotdi. Hey, endi qo'soq boqolmayotsak" deb bu darajada masxir qildi boshqalar masalan Rasululloh. Qo'sqimiz to'ymayotsa Qaysarning, Kisroning shaharlarining fathini bizga va'da qilyotdi bu odam deb bir xil ifoda bildiryotdi atrofdagilar. Shu darajada ishonchlik. Shu darajadagi ishonchla yashadi, ammo shu darajada xofliq. O Kisroning, Qaysarningki shu vaqtdagi davlatlari bugungi kundagi Amerika, Rossiyani sizlarga apirman degandek gap. Shu umidla yashadi Rasululloh. Ammo shu umid, shuning ishonch turib, ashta xofliqlarni tortib Nimishqa? O'zining insonlik xususiyatlarini bizga ulgu bo'lish uchun. Qiyinchilik musibatlarni bizning qandoq atlab o'tishimizni bizga qanoq qilish uchun o'rgatish uchun. Boshqalarning qahrining ta'minini tetdi Rasululloh. Qalbini tetib ko'rdi, kambag'allikni ko'rdi, boylikni ko'rdi, izzatni ko'rdi, qo'rqinish, jiddiylashishni ko'rdi. Agar inson bo'lmagan bo'lsa, bu xil alohidliklarning hammasi Rasulullohning beshidan o'tmaydi. Hatto kishilarningki ayoli haqida degan so'z cho'chakning ta'minini tetib ko'rdi. Bu yerda Rasululloh sabr qildi, ishni oqilona bilan bitirib qildi.
ümit var oldu. Bunun hammasi bizga nisbatan bir ulgu. Beşimizga shunda ahvolga kelib qolgan vaqtda nima ish qilish, qanday yo'l tutish, hammani Rasululloh o'zining hayotida bir-biridan ko'rsatib o'tdi. Bu ochiq amaliyotda. Boshqalar ayollar haqida so'z so'zlab qilyotdi. Sizning izzat obro'ying, nom sharifing, yuzing. Rasululloh nima uchun bunda ko'rdi bu kunni? Ayollar pok edi-ku masalan. Masala ummati agar mushta ahvolga duch kelib qolsa, qanday masalani qanday bitirib qilish? Ummatiga ulgu bo'lish, o'zining insonlik xususiyati bilan inson besib o'tadigan butun qadamlarni Rasululloh bir qadam mengib o'tdi bu yo'lda. Ba'zi kishilarimiz nuqul Rasulullahning hayoti, sunnat degan atalg'i yoki shu sohaga nisbatan ilmiy nazar bilan qarab olib, buni darajaga ayirib Rasulullahning sunnatini o'rganish farzi, kifoya, bu degandek sal qaraydigan ahvollar bor. Amaliyotda eskartib qo'yishga tegishli muhim bir nuqta. Mu'min bir inson. Allah subhanahu va taolo insonni dunyoga Allohni tunish uchun keldi. Allohni ko'zlar ko'rolmaydi. İnsanın Allah bilan bo'lgan aloqasi bo'lmaydi. Chunki inson Allohni farq etolmaydi, his qilolmaydi. His qilish uchun, Allohni topish uchun, tepish uchun bir yetakchiga ehtiyoji bor. Allah subhanahu va taolo Rasulullohni bizga yetakchi shaklda avatdi. Haq bilan so'zlatdi. Haq bilan yashatdi hayotda. Rasulullohning ba'ginimi haq, ba'miginimi haq açıklansımı haq bilan açıklandı. Razı olsunmu, xushal bolsunmu, haq bilan xushal boldu. Demek Rasulullah özünün sözleri bilan bizga nisbatan bir muallim, özünün iş hareketlari bilan bizga nisbatan bir ulgu namuna, bütün sifatlar bilan, axloqlar bilan bizga nisbatan bir namuna. Bularning hammasi nima uchun bo'lib desa, inson bu dinning haqiqatiga yetib berish uchun Rasulullah bu şekilde bizge avatildi. Yani biz şunu xulosalaymiz ki Rasulullah'ın hayatı, biz sünnet atalığından atavatkan Rasulullah'ın hayatı, meyli o Rasulullah'ın hadisleri de, ya ki Rasulullah'ın siret, hayatı, tercüme halları da eksesun, Rasulullah'ın hayatı, bir Müslüman özünün hayatını dinge uygullaştırış için bizge nispeten periz. Her bir Müslüman özünün normal Müslümanlık hayatını kurup çıkış için kurup çıkışa yetkidek derecede öğreniş farz. Resulullah'ın hayatı. Yani biz dersimizin başında Resulullah'ın ülgülük tarafları ve biz Resulullah'ın ülgülük taraflarımızın hayatımızda tatbiklaş hakkında sözlep öttük. Hem de nöbet eğer biz şu noktalarını malum öğrenip düşünüp boğan bolsak nöbet bizge keladi. Biz Resulullah'ni ülge, namune deb ergashganga o'xshash, biz atrofimizdagilarga bir ulgu bo'lishimiz kerak. Oilada namunalik, ulgulik bir dod bo'lishimiz kerak. Oilada ulgulik, namunalik bir er bo'lishimiz kerak. Oilada ulgulik, namunalik ona yoki ayol bo'lishimiz kerak. O'qituvchi bo'lib qolsak, namunalik o'qituvchi bo'lishimiz kerak. Namunalik imom bo'lishimiz kerak. Atrofdagi bütün kishilarga ta'sir ko'rsatadigan bir namunalik, ulgulik kishi bo'lishimiz kerak. Esimizde bo'lsin, Resulullah'ın hayatının biz hayatımızı tatbiqlamoqchi bo'lgan Resulullah'ın ulgulik tarafının har qanday musulmonda farqsiz shaklda tatbiq qilinishi kerak. Bu anda az ko'p bo'ladigan taraf emasmi u? Nisbiy emasmi u? Resulullah'ın hayatı bir bütün tatbiq qilinishi kerak. Resulullah yaşagan hayat prinsipi hayatımızga bir bütün tatbiq qilinishi kerak. Agar Resulullah'ın hayatını tatbiqlamay turib biz qanchalik dinimiz bilan faxrlanib ketdi. Oy bu degan buyuk din, Payg'ambar alayhisalom bütün payg'ambarlarning sayyidi masalan. Qur'on degan 4 kitobning yoki boshqa tushirgan boshqa payg'ambarlarga tushirgan nurg'un kitoblarning ichidagi eng ulug' kitob. Bunun hammasi Arapçada i'job salbiy deb qo'ydi. Ya'ni bulumsuz şekildeki salbiy şekildeki bir
hayron qilishga salbiy shakldagi bir agish bo'ladi. Salbiy shakldagi agish deganimiz ig'izimizda, davorimizda agishimiz, hayotimiz qop-quruq. Uning aloqasi hech nima yo'q. Qur'oni Karim sura Maryamning 59-oyatida bu xil kishilarni Allah subhanahu va taolo tahdid shaklida deyotdi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya'ni bu din ta'limotlarini zoya qilib, dinning asosiy ibodatlari namoz, masalan, bularning hammani zoya qilib, o'zining xohishiga ergashganlarningki do'zax bilan qanday qilinganligi, ogohlantirilganligi oyatdan qanday qilyapti, chiqyapti. Bugungi kunda mushu ahvol bak eg'ir, mushu musibat bak eg'ir. Ta'rif qiling desa, ig'izimizda bu dinimizning buyukligi, payg'ambarimizning ulug'ligi, Qur'onimizning intayin muqaddasligi ig'izimizga tushmaydi. Hayotimiz quruq. Bu intayin bir echinishlik g'ayri ahvol. Undan keyin mushu ulgi masalasida muhim bo'lgan bir nuqta bor. Ulgi masalasida mushu o'lima jamiyatni isloh qilaman deb da'vatgan ziyolilar, masalan, da'vatchilar, tarbiyatchilar, mushlarning hammasi shu ulgulik roliga favqulodda alohida ahamiyat berish kerak. Chunki biz davomli darslarimizda ta'kidlab kelyapmiz, kishilar xuluqi bilan emas, ko'zi bilan o'rganadi. Biz Rasulullohni hayotidan mengayotgan Qur'on ekanligini qanday tushungan bo'lsak, biz hayotimizni qanday tatbiq qilgan bo'lsak, bizmi boshqalarga o'zimizning mengayotgan Qur'on ekanligini bildiradigan shaklda yashashimiz kerak. Qur'on ikki turli bo'ladi qarindoshlar. Birisi Qur'on samid deb qo'yamiz, atrofdagi Allohning barliq, birligi, qudratiga dalolat qiladigan faktlar, mo'jizalar. Bular Qur'on samid, ya'ni unsiz, ovozsiz Qur'on. Yana birisi Payg'ambar alayhissalom orqali Alloh bizga avatgan navbatdagi oldimizga Qur'on. Endi mushu Qur'on Rasulullohning hayotida tirilgan. Yani tirik Qur'onga aylangan. Rasulullohninki sifati haqida, hayoti haqida Oysha radhiyallohu anha so'ralgan vaqtda Rasulullohni nima sifatlagandi? Uning hayot uslubi, yaşam şekli Rasulullah Qur'on. Yani yaşam şekli Qur'on degan gap Rasulullah mangadigan Qur'on degan gap. Esingizda bo'lsin, kishilar bu dindan faqat mengayotgan tirik islomni ko'rgunida, mengayotgan tirik Qur'onni ko'rgunida ondan keyin ta'sirlanadi. Oldingda bir mu'min bor, so'zlisi rost so'zlaydi. Muomala qilsang intayin amin. O'zining qiziqish, havaslariga kelgan vaqtda intayin iffatlik, buning ta'siri intayin zo'r bo'ladi boshqalarga nisbatan. Endi bir hikoyadan birisi bor. Men so'zimni shu qissa bilan oxirlashtiray. Bu shu Londonda amaliy yuz bergan bir voqelik. Buni bir ustozimiz shu Londondagi o'quvchilaridan anglab bizga naql qilgan bir voqelik. Belkim sizlarga ko'ruglik buni tarjima qilinib internetlarda, masalan, ijtimoiy aloqa betlarida mangan ushib yurgan hikoya. Bir imom uyi bilan masjidning oraliqida Ko'cha Abduzda mangadi. Bir kunisi Ko'cha Abduzda butun pul bergan vaqtda shopir qaytarib bergan, o'rniga kelib pulni sanagan vaqtda ma'lum so'mmasi ortibdi. Shuning bilan buning idisida bir kurash boshlangan. Bunchalik pul degan 2 tanga, 3 tanga degan nim bo'lmoqchi. Bu degan cho'ng shirkat bu avtobus shirkati. Necha milliardlik mablag'i va kunduz ham mang'atsa voy bo'ldi qila degan fikr bilan masalan degan bir masjidning imomi bir tiyinga chaqlab qo'ysin xalqning haqqi. Sen buni topshirib berishing kerak degandek bir xil ikki xil ideya kurash qilishga, to'qinishga boshlanganda oxirisida imom berib shopirga ortiq qaytarib bergan qismini qaytarib bergan vaqtida shopir imomning chiroyiga qarab bir xil kulimsirgan. Bu kulimsirash
imomni sal jiddiylashtirib qo'ygan. Ya'ni bu meni masxara qilyapti bu yoki u degandek. Da nima uchun kulimsiraydiganlik haqida shofirdan so'rgan. Shofir degan, sen masjidning imomi-ku? Ha. 2 kun bo'ldi, men seni yo'qlab masjiddan ko'rib, islom haqida bir tushunch ta'limotlarni olib, agar qanot tegib qolsam, men bir musulmon bo'lish o'yiga kelgili 2 kun bo'lgan. Ammo sening qashingga kelishdan ilgari men seni bir sinab boqay degan. Bu javobdan keyin imom beshi kallasi piqrab o'zini yo'qotgan. O'ziga kelgandan keyin deganki, "Ya Rob, men islomni 2-4 tal tangaga setib etgili tas qopdim emasmi? Ma bu qadarlik ta'sirlik bir vaqalik, amaliy yuz bergan vaqalik. Bugungi kunimizda ishni qurashtirishning oldida o'zining musulmonligi, oldidagi har xil shakldagi qasamlar bilan ishlarni bitirib qilib, rasmiy mas'uliyat ado qiladigan yeriga kelgan vaqtida u qilgan qasamlari musulmonlik davosini unutilib qolib, o'zining dinini setib etgan insonlar musulmon degan nom bilan intayin ko'p. Şoň bu noktada her bir musulman, çoğu ulamalar, da'vatchilardan tortib, addiy musulmonlargacha hammasi bu noktada alohida ahamiyat berish kerak. Chunki atrofimizdagi kishilar, mayli musulmon olsun, g'ayrimusulmon olsun, bizga ko'z tashlab turyotdi. Bular o'zlarining quloqlari bilan emas, ko'zlari bilan tushunadi islomni. Chunki degan gapimizga emas, qilgan amaliyatimizga qaraydi. Bular ko'z oldida mengayotgan islomni kurashni istaydi, mengayotgan tirik Qur'onning oldida paydo bo'lishni istaydi. Shu vaqtida bu din boshqalarga ta'sir ko'rsatadi va boshqalar bu dinga ergashadi. Alloh subhanahu va taolo bizni Rasulullohning hayotidagi umumiy prinsiplarga ergashadigan, Rasulullohning hayot prinsipini o'zining hayot prinsipi qilib tatbiqlaydigan musulmonlarni qilishni nasib qilsin va bizni boshqalarga ulgu o'g'idek, namuna o'g'idek musulmonlardan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.